Shuning uchun imomdan tashqari odam o'zlaring uchun bilib olinglar. Imomdan tashqari odam namozxonlarga dakki bermang. Qo'pol haqiqat sizga bas dakki berish. Bugun namoz o'qiyman deb yaxshi niyat qilib kelgan, men o'zim mana gunohkor quloqlarim bilan eshitdim. Namoz o'qib salom berib chiqib ketayotgan bolalarga bittasi chiqib olib, insofing bormi degan. Inson bo'lmaganda bor-ku, uzr qo'pol bo'lsam aytman. Bitta qanchiqni uyga borardi o'sha peshin paytda o'sha. Yo qumor o'ynardi, yo aroq ichib abid qilib o'tirardi o'sha. Insofi borligi uchun masjidga keldi. Yana qaytib aytaman. Imomdan boshqasi sizga bas tanbeh berish. Kim bo'lsangiz ham bermang tanbeh. Tanbehni imom beradi. Bugun qosh qo'yaman deb ko'z chiqaryapsiz. O'sha bolani masjidga kelmaydigan qilib qo'yyapsiz. Bezillatyapsiz, xijolat qilyapsiz, sharmanda qilyapsiz. Jamoatga kech qolmaydi, shashilib kelsa telefoni jiringlab olsa, egilib go'layapti. Nimaga go'layapsan? Xo'p, jiringlab bor. Nima bo'pti jiringlasa? Rassan ibodat, taqvodor ekansan, shu xushu huzuying bo'lsa, telefonda ovozi qulog'ingga eshitiladimi? Nima bo'pti jiringlab olsa? O'zi jiringlaganiga ming joylar. Yana 35 tasi go'layapti. Nimaga go'layapsan? Xo'p, u chiqib ketyapti. Xo'p, siz pensionersiz, uyda o'tirasiz. U ishlik bola u. Direktor SMS yozgandir, bir bo'ldi, qanisan deb. Shu abidini qilmasdan jumaga keldi, abidini qilmasdan peshinga keldi. Uni haqqiga orqasidan duo qilib qolishda uning insofing bormi deydimi? O'tir deydimi? Agar ish yo'q bo'lsa, u bolalar ham o'tiradi duoga. Chunki birda ishga borish kerak, yoki klient kutib turibdi. Yoki kimdir telefon qilib, haligi pochtangiz keldi, men taksisman, ketishim kerak deyapti. Bular ishlik bolalar. Shuncha ishini tashlab keldiki, alhamdulillah. Bugun 50, 60, 70 ga kirib o'shanga go'llayotgan 25 yoshingizda nima qilyapsiz? 4 ta odam yetalab yuradi kerak o'sha ichganingizda. Bugun bu ichmayapti, ibodat qilyapti bu. Dindan bezillatmang. Shuning uchun bu mehrobga imom qo'yib qo'ying. Sizdan mendan bilimligi uchun bu mehrobga imom qo'yib qo'ying. Imom biladi kimga nima deyish. Dil ozorlik harom. Manu sunnat mustahab amal. Harom qildi-yu bu qildi. Ko'pchilikchi tanbeh beradigan bilimdonlar. O'ylab gapiring. Ras ilm o'qib, shogird tushib, to'g'ri nima, noto'g'ri nima, farz, vojib, sunnat, mustahab bularda maqomi nima ajrata olmaymizmi? Tey turib quloqni namoz o'qing keting.